Savol to'g'ri javobni toping deyapti. A javob. 1 moldan olingan silan bilan metanning massalari teng. Ko'rib chiqamiz birma-bir. Silan H4 metan. Silan massasi 32, metan massasi 16. Massalari teng deyapti. Demak bu 32 va 16 teng emas. Demak A javob xato. B javob. Fosforning allotrop shakli mavjud emas deyapti. Xo'p, fosforning allotrop shakllari mavjud. Oq, qizil, qora degan allotropik ko'rinishlar bor. Demak B javob ham xato. C javob. 2 kg simobning hajmi etanolning 2 kg hajmidan kam. Bu to'g'ri fikr, chunki biz bilamiz doimo, endi masalan, simobning zichligi etanolning zichligidan yuqori. Ya'ni massani zichlikka bo'lsam, hajm kelib chiqadi. Massani zichlikka bo'lsam, hajm kelib chiqadi. Demak, simobning hajmi etanolning hajmidan kamligi aniq. C javob to'g'ri demak bizda. D javobda nima uchun noto'g'riligini ko'rib qo'yamiz. Suvning 22,4 litr normal sharoitida 18 gram keladi. Xato, suvning normal sharoitida 18 grami 18 ml keladi. Chunki 1 gram suv 1 ml. Suvning zichligi 1 ga teng. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi bizda.